Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda kimga ko'proq yarashgan loyihasini olib boramiz. Tinib tinchimas, muxlislarimiz shou biznes yulduzlarining turlicha tushgan fotosuratlarini taqdim etishgan va ularga izoh qoldirishgan. Biz ham sizlarga ularni taqdim etamiz. Xonanda Ziyoda Qobilova. Ushbu futbolka kimniki o'zi? Go'zal aktrisamiz va xonandamiz Shahzoda ikkisi ham bir xil do'ppi kiyib olishgan. Kim birinchi kiygan? Rayhon va Iroda Iraliyeva. Kimga ko'proq yarashgan? Xonanda Shohruxxon vanna ichida qo'lida telefon bilan. Rus qo'shiqchisi Mod ham vanna ichida qo'lida telefon bilan. Xo'sh, kimga ko'proq yarashgan yoki kim birinchi ushbu holatda suratga tushgan? Xonanda Sevinch Mo'minova hamda aktrisa Asal Shodiyeva. Ikkisi ham bir xil ko'ylakda. Xo'sh, kimga ko'proq yarashgan? Munisa Rizayeva hamda Lola. Dima Bilan hamda Vera Brejnevaning qo'shig'i. Ushbu qo'shiq klipi Manzuraniki bilan xuddi bir xil. Kim birinchi kuylagan? Xullas, shou biznes olamini kuzatib boruvchi tinib tinchimas muxlislarimiz shularga ham e'tibor berishgan. Biz esa uni sizlarga shunchaki taqdim etdik. Nima bo'lganda ham har kimning o'z qarashi bor. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang.